Assalomu alaykum, Jahongir To'y kanalining obunachilari va doimiy ravishda kuzatib boruvchilar, aziz ko'kalar, opa-singillar. Bugun bizga hozir bir ukomiz Moskvadan murojaat qildi. Shu ukomizning murojaati bo'yicha chiqyapman. Bugun Moskva shahrida bir akamiz nimalarni, pasportlarini magazinda tushirib qoldiribdi. Shu pasportlarni magazindan aqran topib, ukomiz kirgan ekan magazinga, ko'rsatgan ekan. Ukomiz bizga pasportlarni rasmga olib tashlab bordi, hamda adreslarni tashlab berdiki, o'sha adresdan borib, o'sha aqrandan pasportlarni olishlari mumkin. O'sha akamizga iltimos, agar ko'rib turgan bo'lsalar biz videomizni, o'sha adresga borib pasportlarni olishi mumkin. Yo'qimda bizni kuzatib turgan ko'kalarimiz albatta biz videoga ko'proq like bosib tarqatinglar. Mana shu akamiz shu pasportlarni topishga qiynalmasizlar. Bizlarga o'z mana telefonda batafsil ko'rsatib o'taman. Mana shu pasportning egasi, pasport magazinda qoldirganlar. Mana shu adresga murojaat qilsalar albatta borib olishlari mumkin. Mana bemalol ko'rsataman. To'yson fuqarosi, ya'ni shu akamiz pasportlari mana shu magazinga, Petorishka magazinda qoldirib ketganlar ekan, aqran olib qo'ygan. Aqran telefon nomerlarini qoldirganmiz ekranda. Video davomida bemalol aqranga murojaat qilib, adreslariga borib olishlari mumkin. Tojikiston Respublikasidan xo'p, Shohratjon Rahimjonovich tug'ilgan yillari 1978-yil. Akamiz registratsiya, pasport, migratsionka, shu hamma dokumentlari ya'ni magazinda tushib qolgan, qoldirib ketgan. Ya'ni o'shani topishga qiynalmasliklari uchun bizga ukomiz Moskvada magazinga kirib tashlab berdilar. O'shani albatta bizga telefon qilib olishlari mumkin. Mana salomat bo'linglar. Xo'p. Mana biz hozir adreslarni ko'rsatib o'tamiz. Adreslar ko'ringan bo'lsa agar mana adreslar tagiga yozilgan, ya'ni telefonni tagiga adreslar polni batafsil yozilgan, adreslarni ko'rishlari mumkin. Xo'sh, biz aqran ukomizni yo'qimda akamizni meni bilmadim, o'sha aqranning nomerini aytib o'tamiz. Aqranning nomi Muhammad Ali. Muhammad Aliga telefon qilib, albatta bog'lanib, shu pasport egasi pasportlarni olishi mumkin. 8963 616 22 29 nomerga telefon qilasizlar. Moskva shahrida, o'sha Petorishka magazinda, o'sha adresda akamizni pasportlarini olib ketishlari mumkin. Hammalaringga kattakon rahmat, salomat bo'linglar. Like tugmasini bosib, ko'proq mana shu videoni tarqatinglar. Iltimos, bir inson musulmon o'zimizga ukomiz, hamyurtimiz misol qiynalib, pasportlarini qidirib sarson bo'lmasinlar. Qo'lingizdan kelgancha yordam beringlar. Ro'za Ramazonda har bir inson qilgan mana shu like bosib ko'proq tarqatgan savob bo'ladi. Albatta inshaalloh bu savob ham hamma ham qila olmaydi. Shuning uchun mana savobni ko'proq ega chiqib tarqatinglar. Ana shu akamizni tanigan bilganlar bo'lsa, bir bo'lma o'z mana rasmlarni yana bir bor ko'rsataman. Bemalol murojaat qilib o'zlariga shu adresdaligini aytib, bizni videomizni kuzatgan odamlar mana shu akamizni tanib olinglar. Mana pasportlari. Mana shu pasport, mana shu insonni pasporti boyat o'tganimizda Petorishka magazinda qolib ketgan. Aka-ukalar, aziz obunachilar, yana sizlar bilan mana shunaqangi yaxshi videolarda ko'rishguncha salomat bo'linglar deb qolaman. O'zlaringni asranglar. Faqat mana shunaqangi savob ishlarda qo'l urishga hech qachon charchamanglar. Bizlar aytib o'tamiz, Sankt-Peterburg shahriga kecha bir kun bo'ldi ish ko'rganimizga 10 ta odam kerak. Shu vaziyatdan foydalanib buni ham reklama qilib ketaman. 10 ta odam srochniy kerak bizga. Dokumenti bo'lishi shart va zarur. Batafsil biz videolarimizda aytib o'tamiz, oyliklar haqida aytib o'tganmiz. Ayol, erkak farqi yo'q. Aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz murojaat qilishlari mumkin. Sankt-Peterburg shahriga, Kani zavodga 10 ta odam srochniy bizga kerak. Tezlikda murojaat qilinglar. Dokument bo'lishi kerak. Обязательно dokument bilan patent, registratsiya hammasini firma ta'minlab beradi. Faqat hozir bizga ish boshlash kerak, srochniy, shunga dokumentlarni odam kerak. Sizlar bilan ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar. Yangi videoda uchrashguncha xayr.